Tushda kunlar ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirin aytadiki, tushda juma kuni ekanini ko'rsa, shariat ishlarni qilishiga dalildir. Tushida shanba ekanini ko'rsa, juftlar bilan do'st bo'lishini bildiradi. Tushida yakshanba ekanini ko'rsa, tarsolar bilan do'st bo'lishi ishorasi. Agar shanbani juma deb o'ylaganini tush ko'rsa, ne'mat ahli hamda boylarning tarafdori bo'lishiga dalildir. Ja'far Sodiq aytadiki, kunlarning yaxshirog'i juma kunidir. Jumadan so'ng shanba va payshanba kunlaridir. Tushda kun qanchalik ravshan va musaffo bo'lsa, shunchalik yaxshi bo'ladi. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.